Именно onkologiyada ham reabilitatsiya kerak. Juda ko'pchilik aytishadi, onkologiyadan keyin voy tema bunga mumkin emas, o'stirib yuboradi, katta qilib yuboradi. Bu noto'g'ri narsa. Mana men Koreyada reabilitatsiya bo'limida o'sha yerda professorga savol berdim. Aynan shu savolni berdim. Sizlarda onkologik bemorlarda qanaqa reabilitatsiya qilasizlar desam, ular onkologiya olindimi, tozalandimi, bo'ldi. Reabilitatsiyani ertasi kundan boshlayapti. Bemorda bosh miyada onkologiya bo'ldi, udalение bo'ldi, qo'l oyoq ishlamayaptimi? Qo'l oyog'i bilan bemalol ishlashadi. Hattoki toklarni ham berishyapti. Kasalda metastaz bermagan bo'lsa bo'ldi. Bizda ko'proq kelishadi, o'stirib yuboradi, menga mumkin emas, kattalashtirib yuboradi deyshadi. Bizda ham har bitta bemorga kelgan kuni individual programma reabilitatsiya dasturi tuziladi va o'sha dastur asosida muolajalarga yuboramiz. Har bitta kasalga individual yondashgan holatda qo'shimcha kasalliklarni hisobga olib, har bir bemorga individual programma reabilitatsiya dasturi tuziladi. Ya'ni bu bemor oldi, bunisi ham olish kerak degan narsa yo'q. Buni o'ziga alohida dastur tuziladi. Bizda ham har bitta bemorga kelgan kuni individual programma reabilitatsiya dasturi tuziladi va o'sha dastur asosida muolajalarga yuboramiz.